Biz mana shu Beshariq tumanimizdagi Zakiya o'quv markazida juda ham ko'pchilik yoshi ulug' onaxonlar o'qidik. Bizga va arif alifbosini o'rganishimizda Akmaljon ustozimiz ustoz bo'ldilar. Boladan juda ham mamnunmiz, xursandmiz. Bizga qattiqqo'llik bilan o'rgatib bordi. Harflarni maxrajini chiqarishini biz xursandmiz. Imkon topganlar, meni yoshim katta, ishim ko'p demay, ilojini boricha hammalaring kelib o'rganishlaringni tavsiya beraman. O'rganinglar, juda ham tartibli. Domla juda ham ajoyib inson Akmaljon ustoz. Biz mana o'qidik, xudo xolasa bugun mana harflar tugatdik, sertifikatlarni oldik. Testlar qilishdi, testda juda ham hammamizning natijamiz yaxshi chiqdi. 85 dan yuqori hammamizning natijamiz. Yoshi ulug' onaxonlar Tovuldan, Shoberdidan, Baxmaldan, Yangi qishloqdan, juda ko'p qishloqlardan chiqib kelib, bir jamoa bo'lib o'qidik. Hammalaringga tavsiya beraman. O'qishni hammalaring o'rganinglar, o'rganishlaringni tavsiya qilaman.